Assalomu alaykum nurizlilarim. Men bilan birgaligingizdan, meni bilimlarim orqali ozmi ko'pmi hayotingizga foyda olib kirayotgan bo'lsanglar, men juda ham xursandman. Xo'p, sizlarga ham bugun nimalar haqida ma'lumot bermoqchiman. Bir ayolni baxtsizligi nimadan paydo bo'ladi va bu ayolni baxtsiz holatidan baxtli holatga qanaqa biza o'tkazsak bo'ladi. O'zi qarang, baxtsizlik o'zi nima? Ayol sifatida men ham psixologik bu bilimlarni olishdan oldin baxtsizlik, kerakli bo'lish, keraksizlik mana shunaqangi tuyg'ular ichida o'ylab qolardim. Nima uchun men hayotga keldim? Nima uchun turmushga chiqdim? Nima uchun turmush o'rtog'im men xohlaganimdek emas? Ya'ni hayotingizga, oilangizga mana shu bizni o'rab turgan muhitga nisbatan aybdorlik ichingizda tug'ildimi? Siz baxtsizlikni boshlab oldingiz. Bir ayol sifatida boshqa bir insondan mo'ltillab menga yaxshi gapirishi meni baxtli bo'lishim, menga nimadir olib berishi meni baxtli bo'lishim, menga bugun chiroylisan deb erim aytsa men baxtli ayolman. Agar bugun aytmasdan esidan chiqarib qo'ysa, men baxtsiz ayolman. Baxtsizlik o'zi nima? Atrofingizdagi bor ne'matlarni ko'rishdan mahrum bo'lishingiz. Ne'matlar bizda yo'qmi? Eng baxtsiz, nochor, o'zini xorlikda his qiladigan insonni ham shuni atrofiga qaraganda ne'matlarini ko'rasiz. Eng asosiy baxtsizlik biz atrofimizdagi bor resurslarimizni g'aflatda qolib ko'rmasligimiz. Va ikkinchi baxtsizlikka omil bo'ladigan ikkinchi sababi bizga atrofdagi insonlar, ya'ni o'sha yaxshi gapni kutishimiz, nimanidir hadya qilishini kutishimiz. Masalan, misol, turmush o'rtog'im menga gul olib kelsa baxtli ayolman, gul olib kelmasa yo'q. Xo'p, kechirasiz. Siz o'zingiz biron marta gul olib ko'rganmisiz degan savol tug'iladi. Meni baxtli bo'lishim uchun menga atrofdan kimdir, aka-ukam, turmush o'rtog'im yoki ota-onangiz kimdir sizga taraddud bilan sovg'alarni olib kelib berishi emas, inson o'laroq siz nafaqat jismingiz, nafaqat ruhingiz egasi emassiz. Siz Allohning omonati sifatida o'zingizga gul hadya qilishingiz ham nimanidir imkoningiz qadar 10 ming so'mdan 100 ming so'mgacha, imkoningiz bo'lsa milliongacha qanaqa hadya ola olasiz o'zingizga? Bizani eng katta baxtsizligimiz bizga nimadir berilishi paytida kutishimiz. Qachondir u inson olib hattoki aytmaymiz ham. Men mana shu mavzuda ko'p urushganman turmush o'rtog'im bilan. Va u inson aytganki, "Ey, baraka topkur. Ayt nimani xohlayotganingni. Men qanaqa qilib o'zimdan bilishim mumkin? Seni ichingdagi narsalarni qayerdan bilaman?" desa, men u insonni balki ilmsiz paytimdagi umidi o'zidan bilsa bo'lmaydimi? Farosati yo'qmi? Bunga onasi o'rgatmaganmi? Balki uni ota-onasi bu narsalarni qilmagandir. Bizani baxtsizligimiz birinchisi atrofdagi bor ne'matlarni va bor resurslarni ko'ra olmaslik darajasida qalbimiz yopilib ketishi. Ikkinchisi boshqalardan kutish. Hammadan. O'zingiz bera olsangiz biron narsa bo'ladigandek boshqalar berishi kerak. Bu birinchidan ham egoizmga kiradi, ham jabrdiydalikka kiradi. Buni holat va vaziyat bo'yicha aniqlashtirgan paytimizda bu ham kibrga, ham bir vaqtning o'zida jabrdiydalikka kiradi. Bu ikkalasi ham bilasiz, kibr va jabrdiydalik insonni vayron qiladigan eng katta, uni ichiga joylangan virus hisoblanadi. Demak, hozirgi kundagi baxtsizligimizni o'ylab ko'ring. Mana shu voqea hodisalarga qanchalik siz bog'liq insonsiz. Ayol kishi baxtli bo'lishi uchun men sizga 3 ta qadamni sanab o'tmoqchiman. Bir ayol baxtli bo'lishi uchun avvalo to'g'ri bizani oila qurishimiz, o'zi umuman olganda balog'at davri yaqinlashganda bizani go'zal duolarimiz, his-hayajonimiz, ya'ni erga tegish, turmushga chiqish, har biri duolarimiz. Bir ayol baxtli bo'lishi uchun
albatta oila qurishingiz, uni ichida farzand ko'rishingiz, sadoqatli juft halolingiz bo'lishingiz. Endi sadoqat mavzusini juda ham bir murakkablashtirmanglar, iltimos. Chunki biz ham nechog'likda sadoqatlimiz. Chunki agar ichiga kirib punktma-punkt o'ylab qaraydigan bo'lsangiz, sadoqat mavzusida hammamiz mag'lub bo'lamiz. Hammamiz, erkak, ayollar, hammamiz taslim bo'lishga mahkummiz, chunki biz insonmiz. Ichimizda ham shaytoniy, ham rahmoniy tuyg'ular joylangan fitrat egasimiz. Demak, birinchi o'rinda baxtli ayol bo'lishni xohlasangiz, mana shu 3 ta joyni qo'yib yuboring. Oilali bo'lganingizdan keyin farzandlar, sizni mana shu oiladagi 3 ta tomoningizni qo'yib yuboring. Ya'ni qanaqa? Erkagingizni aralashni, ya'ni men xohlagandek bo'ladi deyishdan ko'ra, farzandingizni boshiga bir urib men aytganimdek bo'lasan deyishdan ko'ra, endi bilasizmi, uchinchisi, o'zingizni yarating. Har doim oila yaratiladi va eng asosiysi bir baxtli ayolni 3 ta qadami mana shu 2 ta bosqichdan o'zini qo'yib yuborishi, buni o'zi ham bir baxt. Men har doim aytaman, bu meni har doim gapiradigan gapim desam ham bo'ladi. Bizani hayotimizga ortiqcha narsalar yetmayotganidan emas, biz hayotimizda yetishmovchilikdan emas, hayotimiz o'ta serobgarlikda to'lib ketganidan baxtsizmiz. Men aytgan bo'lardim, eringizga bo'lgan yukingizni, mana narsalarni qilsang, erkaksan, bo'lmasa yo'q, qo'yvaring. Sizni qadaringizga, taqdiringizga yozilgan shu juft halolingizni yo'ng'ilashni to'xtating va u inson o'zgarmaydimi unda? Men shu inson bilan yashaymanmi deb aytadigan bo'lsangiz, men sizga kafolat beraman. Ya'ni buni o'zimga emas, Allohga suyanib aytayapmanki, Allohning kalomida bu narsani hamma bilishadi. Siz o'zgarsangizgina hayotingiz o'zgarishi to'g'risida Allohning kalomida to'g'ri bir qavmga nisbatan aytilgan bo'lsa, siz bilan biz ham bir qavmmiz, insonlarmiz. Mana shu jamiyatning bir bo'lagi bo'lgan tirik insonlarmiz. Toki meni hayotim o'zgarishini xohlasam, marhamat, dunyoga o'zimni o'zgartirib taqdim qilishim kerak. Va albatta, turmush o'rtog'ingiz o'zgarishi kafolatlangan qachonki siz u insondan mana bu talablarni qo'yib yuborganingizda. Qilmaydim vazifasini qiladi 100%. Qachonki siz o'zingizni baxtsizlik, mana shu 3 ta baxtli bo'ladigan qadamda birinchi erkakdagi yuklarni olib tashlaysiz. Siz nechog'likda go'zallik, nafosatni, ma'naviy boylikni o'zingizga oling va bu turmush o'rtog'ingizga ham yuqishi kafolatlangan. Chunki siz bir uyda yashaysiz. Va bilasiz, erkak bilan ayol bir-birini rengin apparat hisoblanadi. Siz eringizga tashqaridan jonim, asalim deb ichingizdan yergina yutsin sani deb turgan paytingizda u sizni ichingizni his qiladi. Va ko'pchilik ayollar aynan mana shu borada pul ola olmayman, aytganimni qildira olmayman deb juda ham ko'p men bu talablarni qo'yishadi. Qo'yvaring. Farzandingiz uchun ham bilamiz, farzand onani bu yuragi, onani ichidagi nozik og'rig'i. Qo'yvaring farzandingizga bo'lgan yukingizni. O'sha boshiga bir urib, "Men bunday bo'lsang, meni bolamsan, bo'lmasa yo'qol." Shunaqa ko'p talablar bor. Men ham onaman. Men ham 2 bora onalik maqomiga ega bo'lganman. Ham o'g'il, ham qiz farzandim bor. Aynan mana shu bilimlarni chuqur egallaganimdan keyin ichimda bir og'ir katta tosh shunday qo'yib yubordi. Bolangizga yukni tozalang oldingizdan. Endi 3-chi bosqich qoldi. Bu men degan. Kimdirlar bu narsani, men degan narsani kibr bilan o'ylashi mumkin. Ya'ni egosi. Yo'q. Siz turmush o'rtog'ingiz bilan munosabatni, aloqani go'zal qilish uchun husningiz, xulqingizni o'zgartirasiz. Bizda husn deganda faqatgina chiroyli oro berishingiz, pinyuarlar sotib olishingiz emas. Kechirasiz, ichingizdagi og'ir yuklaringizdan tozalanishingiz, ichingizdagi oilaga nisbatan, siymosiga nisbatan yuklardan ozod bo'lib, o'zi umuman olganda inson sifatida faqat dunyo yuki, dunyoga tug'ish, bola nimadirlar uchun emas. Siz bu hayotga o'zingizni missiyangiz uchun yaralgansiz. Bizani missiyamizni bajarishimiz uchun, o'zimizni baxtsizlikda ushlab qolmasligimiz uchun ham Robbim bizga oila qo'rg'onini va ona bo'ldim-ku degan unvon olishingiz uchun onalik unvonini beradi. Bu narsadan siz umringiz oxirigacha siqib suvni ichib bulardan foydalanishingiz kerak emas. Bir ayol sifatida o'zingizni ma'naviy yuksaltirsangiz, fikrlaringiz o'zgarsa,
Fikrdan keyin insonni o'zidan o'zi qilig'i paydo bo'ladi. Bitta fikrni doim gapirib yurgan insonda qiliq o'zgarishni boshlaydi. Qilig'ingiz bu sizni fe'l atvoringizga aylanishni boshlaydi. Ya'ni doimiy ravishda qiladigan. Bilasizmi? Fe'l atvor teng taqdir deyiladi. Siz baxtli bo'lishingiz uchun ikkita qadam bu shunchaki qo'yib yuborasiz borincha. Bu yukdan o'zingizni soqit qilasiz. Ya'ni dunyoni adolat tarozisi bizni qo'limizda emas. Meni har doimgi shiorim shu narsa. Butun yukni yelkamga olish nimasi taraddudlanganimda bilamanki, yo'q Umida to'xtat. Dunyoni adolat tarozisi seni qo'lingda emas deb o'zimni qaytaraman. Turmush o'rtog'ingizni ham, farzandingizni ham o'zini yo'liga qo'yib yuborasiz. Bir ayol sifatida 3-bosqich o'zingizni ziynatlashni boshlaysiz. Bu nafaqat tashqi ko'rinishingiz, ma'nan ziynatlashni boshlaysiz. Kitob o'qishingiz, o'z ustingizda munosabatlar ustida ishlashingiz. Qabulimga kelgan 80% ayollar, deylik, konsultatsiyada balki 1 yilda bilmayman, balki 1000 ga yaqin ayollar murojaat qilishi mumkin. 80% ayollar qiladigan xato uyida bo'layotgan muammoni, deylik, eri bilanmi, qaynonasi bilanmi, buni ahamiyati yo'q. Uyning ichidagi muammoni 80% ayollar, balki deylik 90% ham desak bo'ladi. Darrov mana shu uyda bo'lgan muammoni boshqalarga gapirishni boshlashadi. Bu eng katta xato. Uyingizda bo'lgan muammoni o'zaro turmush o'rtog'ingiz bilan bo'ldi, mayli qaynonangiz, baribir oila a'zolaringiz-ku shular. Ichki o'zingizda insonni bilamiz, avrat a'zolari bor, hech kimga ko'rsatish mumkin emas. Ya'ni uyat hisoblanadi. Bizni munosabatlardagi avrat hisoblangan, bizni ko'rsatmasligimiz, berkitishimiz kerak bo'lgan joy biz oilamiz. Oila ichidagi munosabatlar, juft halolimiz bilan bo'lgan, mana shu oilamiz bilan bo'lgan hamma kiradi buning ichiga. Farzand, aka-ukalaringiz hammasi kirishi mumkin. Bizada mana shu ko'pchilik mendan bo'lgan bu xato. Aynan oila a'zolarimning xatolarini o'zimni qarindoshlarim bilan gaplashish orqali o'zimga qanaqadir motivatsiya olgandek bo'lganman. Bu eng katta xato. Va deylik 80% balki hisoblanar. Men hozirgi agar aynan hozirgi video paytida menga balki 90 ni ochgandir bu muammo. Chunki hamma o'zini oilasidan muammo qiladi. Shikoyat, mana bunday bo'ldi, mana bu. Ha, mutaxassis bilan buni hal qilasiz, lekin ammangiz bilan suhbatlashsangiz, eringiz haqingizda, qaynonangiz haqida, xolangizga telefon qilsangiz, ota-onangizga telefon qiladigan bo'lsangiz, bitta yechim olasiz, bitta natijasini olasiz. Bu nima bilasizmi? Mana shu muammo hozir 100 gram bo'lgan bo'lsa 1 kilo bo'ladi. Mana shu muammoni kattalashtirib, oxiri bu muammoyi sizni yutib ketadigan darajaga olib chiqasiz. Nimani evaziga? Shikoyat. Ko'pchilik ayollarimiz bu vaziyatni hal qilish o'rniga yomonlashib, dugonasi bilan, maslahatchilar ko'p, ishxonada bo'ladimi, xullas boshqalar bilan mana shu muammoingizni baham ko'rayotgan paytingizda ular sizga nima qilib beradi? Hech narsa qilib bermaydi. Ha, lekin minusingizga yordam berishi mumkin. Aytishi mumkin, o'lib ketsin, ajrash. Bor shunaqa insonlar. Men hattoki bu narsani ongimga ham sig'dira olmadim. Juda ko'p eshityapman oxirgi paytda. Ajrashganlar o'lgani yo'q. Ajrashib keta qol. Nurizligim, olmang bunaqa noto'g'ri maslahatlarni. Siz o'zingiz birinchi qonunni buzyapsiz. Uyingizdagi muammoingizni ko'chaga olib chiqyapsiz. Dugonangiz, kimdirlar bilan maslahatlashyapsiz. Onangizga, ota-onangizga aytsangiz nima bo'ladi, bilasizmi? Bu ham siz eng katta xatoyingiz. Ota-onangiz sizga to'g'ri kelib, onangizga aytadigan bo'lsangiz, eringiz bilan 1 oy, 2 oy yashab bera olmaydi muammoingizni hal qilish uchun. Lekin ota-onangiz nima qiladi? Umrini taxminan 10-15 yilga qisqartirasiz. Mana shu sizning foydangiz. Aynan ota-onangizga nisbatan. Shuning uchun Nurizligim, aslida birovga nisbatan dardingizni doston qilishingiz bu katta uyat aslida, xato aslida, va birovni ham musorlarni hayotingizga tortishingiz bu ham sizga noto'g'ri ta'sir o'tkazadi. Qo'lingizdan kelsa uddalasangiz, mutaxassis bilan hal qiling. Yeching bu narsani, yo'q bo'lsin hayotingizdan. Demak, biza 80% deb hisobga olgan edim, lekin buni balki 90 dan oshiq foiz ayollarimizni qiladigan xatosi uydagi mana shu muammolarni tashqaridagilar bilan baham ko'rish. Yana bitta eng katta xato bor ayollarniki.
Buni ko'pchilik tajribamda ham ko'rganman. Ayollarimiz josuslikni kasb qilishgan. Kimga nisbatan? Eriga nisbatan. Erini telefonini kovlashdan tortib, uni har bir qadamini mana shu chizig'ini nazorat qilishi va u insonga hamma ichidagi nafratini to'kib, doimiy razborlar, doimiy muhokama, doimiy erkak bilan nizo. Nurizligim, hayotingizda erkak kishi bilan nizo bo'layotgan bo'lsa, otangiz bilanmi, eringiz bilanmi? Albatta bu eringiz bilan doimiy nizolar bu o'zingizni o'sha qizlik uyingizda ham o'zi hal qilinmagan bo'ladi. Bu narsani bahslashishga ham hech qanaqangi nima yo'q, kerak emas bahslashishga. Bu o'zi shundoq ham ildizini topamiz. Qarang, erkak kishi bu savlatni, maqomni va suyagingizni tik tutishingiz, qaddi qomatingizni tik tutib yurishingizga sababchi bo'ladi. Demak, bu ota, yor, aka-uka. Bu eng go'zal tomoni, men sizga ta'sir qiladigan tomonni aytaman. Moddiy boylikka ham ta'sir qiladi. Hayotingizdagi barakangizga ham erkak bilan munosabatda har doim nizolar bo'lsa, bilingki, topgan pulingizda ham baraka bo'lmaydi. Ha, pulingiz bo'lishi mumkin, baraka yo'q. Va ko'paymaydi. Moddiy tomondan ham sizda borgan sari siqilish. Aslida insonning barakasini kesilib borishi bu fe'lini torligiga ham. Hamma narsa bilasiz, mana zanjir qonuni. Mana eringiz bilan nizolar bormi? Demak, buni ota bilan, aka-ukalar bilan, o'zi umuman olganda bolaligingizdagi bir holat bilan ulaysiz. Hammasi ulanib ketaveradi. Baxtsizlik zanjirini o'zingiz tinmasdan yaratasiz. Umidaman, nima qilishimiz kerak bu narsani hal qilish uchun deyishingiz mumkin. Men sizga 3 ta qadamni aytaman. Bu baxtsizlikdan ozod bo'lishingiz uchun 3 ta qadamni aytaman. O'zingiz anglang. Birinchisi, o'zini anglash, ya'ni men kimman savoli bilan boshlanadi. O'zingiz anglash. Bolalikda o'zingizni qanaqa his qilgansiz? Buni psixologik tilda, ya'ni psixologik modniy tilda bolalik travmalar deyiladi. O'zingizni bolalikdan to hozirgi kungacha bo'lgan hissiyotlaringizni anglash sistemasini ishga solasizda, har birini o'zingizni topish holatiga olib kelganingizda bilasizmi, insonda bittada o'zini topish holatiga yetib kelgandan keyin og'ir bo'lib qoladi odam. Xatolarga, janjal to'polonlarga moyilligi 90% ga pasayib ketadi. Doim er bilan urushadigan ayol o'zini anglash metodidan keyin, o'zini anglash seansidan keyin jim bo'lishni boshlaydi va o'zi haqida tafakkur qilishni boshlaydi. O'zingiz anglaysiz, ota-ona bilan bo'lgan munosabatni hal qilasiz. Uchinchisi, shaxsiy rivojlanasiz. Mana shu balki psixologlar ko'pchiligi bilmas va balki bilganlari sizga juda ham qimmatbaho taklif etar bu narsani. Psixologiyada eng qimmatbaho metodlardan biri bu insonni o'zligini anglashi bilan bog'liq bo'lgan transformatsion seanslar hisoblanadi. Ya'ni ota-ona programmasini tark etishi, o'tmishdan uzilishi, hamma og'ir yuklarni, mana shu ushab turgan narsalarni o'sha chars etib hayotingizda chiqib ketishi bilan bog'liq. Buni qadamma-qadam amalga oshirasiz. Buning uchun sizga yillab, oylab vaqtlar ketmaydi, lekin ma'lum bir vaqt shuni ustida muntazam ravishda siz ishlagan paytingizda bu narsa hal bo'ladi. Chunki biz bilamiz, insonning boshiga bir mushkulot kelgan paytida yechimi yonginasida turgan bo'ladi. Shunchaki bizani yopiq qalbimiz, yopilgan ko'zlarimiz bu narsani ko'ra olmayotgan bo'ladi. Ilm hamma narsaga yechim beradi. Va aynan mana shu og'riqlardan kelib chiqqan holatda meni mualliflik metodim bor. Bu metodning nomi baxt formulasi kursi. O'z aslida men har bitta metodni yaratishimdan maqsad 3 ta etapni har doim ulayman. O'zini anglash, ilk qadam, menda har doim ilk qadam darsligi bo'ladi. Ilk qadam ota-ona bilan hal qilish bo'ladi har doim. Qanday loyiha yaratishimdan qat'iy nazar, individual tarzda ishlaymanmi, boshqa, ilk qadam mana shu 3 ta deylik katta nima desak bo'ladi, programma bo'ladi. Ilk qadamimiz o'zini anglash, ota-ona programmasini hal etish bilan boshlanadi. Ana undan keyin yechim.
Baxt formulasida men sizga mana shu ilk qadamdan tortib pul munosabatlari. Aynan erkak ham pul topsa, ayol ham pul topsa nima qilish kerak? Erkakdan pul so'rash uchun qaysi psixologik holatda o'zingizni dasturlashingiz kerak? Hozir masalan menga pul bermaydi. Mana konsultatsiyamga kelishadi. Umid opa, men so'rab ko'rdim necha marta bermaydi. Men aytaman, marhamat, sizni salkam payg'ambar desa bo'ladi. Bermaydi deb o'zingizga o'zingiz aytyapsiz. Ya'ni biz o'zimizga o'zimiz fol ochamiz har doim. Yo'q, bo'lmaydi u narsa. Xo'p, bu metodlardan keyin qilib ko'ring deganda, keyin voy o'sha fikrlarim, o'sha holatimni o'zgartirgan paytimda rostdan ham berdi deyshadi. Chunki bir vaqtlar men ham xuddi sizni holatingizda bo'lganman. Bermaydi, qayerdan oladi? O'zimga yetadi, shart emas. Meni ta'minotimga yaramaydigan erkak, shunga o'xshagan aybdorliklar. Er-xotin munosabatini noldan boshlab pul nimasi etapi bor. Ya'ni ikkala inson pul topsa qanaqa taqsimlaydi? Buning ichida farzandlarga ajratish bor. Va buning ichida biz bilamiz, masalan 1 million so'm oylik olgan inson qanaqa pulini taqsimlasa bo'ladi? Pul yig'ishni bilmayman deyshadi. Men bitta loyihani ichiga bir ayol kishi savol beradi, har bitta savoliga qadamma-qadam javob qoldirganman. Va aynan nozik masalalarda oxirgi paytlarda qo'shtirnoq ichidagi seksologlar qabulida millionlarini havoga sovurib, noto'g'ri ma'lumotlar, aynan bizni musulmonligimizdan kelib chiqib bizga umuman to'g'ri kelmaydigan, balki gunohga boshlaydigan noto'g'ri narsalarni tilim aylanmaydi, u narsalarni ayta olmayman, chunki hayo qilaman bu gaplarni ishlatishga. Juda ham ko'plab muslima opa-singillarimiz, nur yuzlilarim adashayotganlarini shaxsiy konsultatsiyamda eshityapman. Mana shu savollardan kelib chiqib, geysha sirlari degan mualliflik metodini yaratganman. Ya'ni bu metod geysha sirlari deyishimga sabab aynan bizga o'sha zarar qilmaydigan, xato qilmaydigan, bizni bachkanalikka olib bormaydigan, kulgi bo'lmaydigan ba'zi opa-singillarimiz aytishyaptiki, o'sha seksolog qabulidan keyin u aytgan narsani haligi mamnaqa bir nimalar aylantirish, bir nimalar men uni eshitib kulaymi, o'laymi deysizda. Bundoq qaraganda normal inson deb o'ylaysiz maslahat berayotgan inson. Va turmush o'rtog'iga shu xatti-harakatlarni qilganda turmush o'rtog'idan gap eshitganini, ustidan kulganini va u ayol o'sha kulgiga qolgandan keyin nabarot stressga kirganini kelib aytishyapti. Nuryuzligim, hamma narsa bizga to'g'ri keladi degani emas. Bir restoranga kirib turib, itni go'shti, molni go'shti, deylik, cho'chqa go'shti desa, hammasini yeyishingiz mumkin deb o'ylamaysiz-ku. Siz bor ma'lumotlarni hammasini hayotimga olib kiraman deydigan bo'lsangiz, hayotingizni bachkana va kulgiga solib qo'yishingiz mumkin. Geysha sirlarini men shundan kelib chiqib yaratganman. Hozir sizga gapirib beradigan bo'lsam, 8 ta modulni o'ziga yarasha juda katta, kuchli manbalarga suyangan holatda, eng asosiysi men bu kursni kafolat beraman. Bilimlari sizni e'tiqodingizga, sizni dunyo qarashingizga, sizni qadriyatlaringizga zid kelmasligiga men kafolat beraman. Chunki shundan kelib chiqib, bu ustida meni oylab, yillab mehnatim bor. Va har safar yangi dasturni yaratgan paytimda o'sha narsa yangilanib, yangi bilimlar olib kiriladi. Bir so'z bilan aytganda, baxt formulasi sizga 8 ta modul asosida hayotingizga bir ayolni baxti darajasini olib kirib beradigan juda go'zal mualliflik metodi va buning ichida 4 ta psixologik seans taqdim etiladi. Seansni bilamiz, transformatsiya qilib beradi. Ya'ni ongingizni bir dasturdan ikkinchisiga hissiyotlar orqali tortib beradi. Ya'ni noto'g'ri hissiyotlaringizni to'xtatib, ya'ni zanjir kabi o'zingizga boylab olgan noto'g'ri jalb qilayotgan baxtsizlik to'lqinlaringizni kesib, sizni diqqat e'tiboringizni boshqa narsaga, sizga kerakli narsalarga qaratib beradigan kuchli metodika hisoblanadi. Demak, Nuryuzligim baxt formulasi bir ayolni baxtli bo'lishi uchun arziydigan va bir ayol o'zi uchun hadya qilsa arziydigan bir go'zal dars, kurs hisoblanadi. Bu kursimda qatnashmoqchi bo'lsangiz, mana shu video ostida havola va telefon raqamlar qoldirganmiz. Murojaat qilishingiz mumkin.